Assalomu alaykum. Qo'y qo'zi, qo'chqor ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana bunaqangi toza arashan zotli savdo ishqibozlari. Akalar, navbatdagi sog'lig'imiz toza arashan zotidan, go'zalidan bir dona kelgan, to'g'ri sog'liq, yoshidan akalar. Qulog'lari ham uzun, go'zal. Garvanoslari ham kelgan, ko'rib turibsizlar akalar. Ular ham juda kelishgan, go'zal qo'zi, yosh hali akalar. 5 oy yo'q. Yosh oyligi bir 5 oylik yo'q bu yoqda akalar. O'zi sog'liq, xolosa o'ta go'zal edi. So'qqiroqlar ham ko'rsatib ko'ramiz. Buni quloqlari, bo'ylarini o'lchab ko'rsatib qo'yaman. Bo'yi 75 kilosi 76-77 o'sishyapti juniga ham. Sonalasi qulog'i. Aylantirib. Mana akalar. Qo'lisi teparoq. 19 salkam 20-19 santimetr akalar. Qo'zini go'zalidan akalar. Zot olaman degan akalarga to'xtamay tavsiya qilib beramiz. Qo'yvaring yurishtirishlar. Ana akalar, qo'zimiz o'ta go'zal. Qayt.